Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 1 oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya berish tartibida joriy etilayotgan yangi qoidalar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, balki ularning farzandlariga, nabiralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'p oilalarda pensiya pulini olish, kartaga tushishini tekshirish, bankka borish, ishonchnoma bilan pul yechish kabi ishlarni pensionerning o'zi emas, yaqinlari bajaradi. Shuning uchun bu ma'lumotni bilmaslik oddiy noqulaylik emas, balki pul kechikishi, bankda ortiqcha navbatda turish, hujjat yetishmasligi. Hatto pensiya vaqtincha to'xtab qolishi kabi holatlarga olib kelishi mumkin. Men bugun hammasini sodda tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgarmoqda, kimlar ehtiyot bo'lishi kerak. Kimlarga xavotir yo'q, qanday hujjat kerak, qayerga murojaat qilish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim nozik joylar aynan o'rtalarida va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu kabi huquqiy va ijtimoiy masalalarda vaqtida xabardor bo'lish ko'p muammolarning oldini oladi. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun odatdagidek ko'rinardi. Kimdir pensiyasini bank kartasi orqali olardi, kimdir naqd shaklda, kimdir esa yaqin qarindoshi orqali yechib olardi. Ayrim joylarda pensioner bankka borib shaxsini tasdiqlab pulini olardi. Ba'zilarda esa pensiya kartaga tushadi. Farzandi yoki nabirasi bankomatdan yechadi. Yana ayrim holatlarda pensioner sog'lig'i sababli bankka bora olmaydi. Shunda ishonchnoma yoki boshqa hujjatlar orqali pul olinadi. Lekin amaliyotda bir nechta muammo ko'p uchray boshladi. Birinchidan, pensioner haqiqatdan ham pensiyasini olyaptimi yoki uning kartasidan boshqa odam foydalanyaptimi? Bu masala doim ham aniq bo'lmagan. Ikkinchidan, ayrim pensionerlar yashash joyini o'zgartirgan, boshqa viloyatga ketgan, uzoq muddat davolanishda bo'lgan yoki chet elga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin bankdagi ma'lumotlar vaqtida yangilanmagan. Uchinchidan, ayrim holatlarda vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiya pullari o'z vaqtida to'xtatilmagan yoki noto'g'ri yechib olingan holatlar ham kuzatilgan. Mana shunday holatlar davlat mablag'larining noto'g'ri sarflanishiga, pensionerlarning huquqi buzilishiga va banklar bilan fuqarolar o'rtasida tushunmovchiliklarga sabab bo'ladi. 1 oktyabrdan boshlab joriy etilayotgan yangi tartibning asosiy maqsadi shundan iborat. Pensiya pulini haqiqiy egasiga o'z vaqtida, xavfsiz va aniqlashtirilgan tartibda yetkazish. Ya'ni banklar endi pensionerning shaxsini, hujjatlarini, kartadan foydalanish holatini, ayrim vaziyatlarda esa pensionerning tirikligi va yashash manzili bilan bog'liq ma'lumotlarni yanada sinchiklab tekshirishi mumkin. Bu tartib pensionerlarni qiynash uchun emas. Aksincha ularning pullarini begona yoki huquqsiz shaxslar olib qo'ymasligi uchun joriy qilinadi. Oddiy qilib aytganda, avval ko'proq qulaylik va odat bo'yicha ishlangan bo'lsa, endi nazorat. Shaxsni tasdiqlash va hujjatlarni to'g'ri yuritishga ko'proq e'tibor beriladi. Shu sababli pensioner va uning yaqinlari pul kartaga tushsa bo'ldi deb yurmasdan bankdagi ma'lumotlar to'g'riligini tekshirishi, kerak bo'lsa hujjatlarni yangilashi, ishonchnoma masalasini qonuniy tartibda rasmiylashtirishi kerak. Eng avvalo, agar siz pensiyangizni o'zingizning nomingizdagi bank kartaga olib kelayotgan bo'lsangiz, karta sizning qo'lingizda bo'lsa, telefon raqamingiz ham o'zingizga tegishli bo'lsa va bankdagi pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin shunda ham bir marta bank ilovasiga, SMS xabarlariga yoki yaqin filialga murojaat qilib, ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Masalan, 38 yoshli Rahima opa har oy 1,2 million so'm pensiya oladi. Pensiya har oyning belgilangan kunida kartasiga tushadi. U kartasini o'zi saqlaydi, bankomatdan o'zi yechadi yoki do'konda karta orqali to'laydi. Uning pasporti yaqinda ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, bankda eski pasport ma'lumoti qolgan bo'lishi mumkin. Ana shu holatda Rahima opa bankka borib, ID kartasini ko'rsatib, ma'lumotni yangilatsa, keyingi oy pensiya tushishda yoki pul yechishda muammo bo'lmaydi. Endi boshqa misol. 74 yoshli Karim ota yura olmaydi. Bankka borish qiyin. Uning pensiya kartasi o'g'lining qo'lida. O'g'li har oy 1,8 million so'm pensiya yechib keladi va uy xarajatlariga ishlatadi. Agar bu ish oilada kelishilgan bo'lsa ham, bank va qonun nuqtai nazaridan karta egasi Karim ota hisoblanadi
bank shubhali holat sezsa yoki shaxsni tasdiqlash talab qilinsa, o'g'il oddiygina men otamning o'g'liman deb pul yecha olmasligi mumkin. Bunday vaziyatda qonuniy ishonchnoma kerak bo'ladi. Ishonchnoma notarius orqali rasmiylashtirilsa, unda kim, qancha muddat, qaysi bank kartasi yoki hisobvaraqdan pul olishga ahli ekani ko'rsatilsa, muammo ancha kamayadi. Yana bir vaziyat. Pensioner boshqa viloyatda yashab turibdi, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil ko'rsatilgan. Masalan, Xorazmda ro'yxatda turgan shaxs hozir Toshkentda farzandlari bilan yashaydi. Pensiya kartaga tushayotgani uchun u manzil masalasiga e'tibor bermagan. Lekin ayrim tekshiruvlarda yoki ma'lumotlar solishtirilganda yashash manzili bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda pensiya jamg'armasi bo'limi yoki bankka murojaat qilib, amaldagi yashash holati, aloqa raqami, kerak bo'lsa vaqtincha yashash manzili haqida ma'lumot berish kerak. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensiya kartasini o'zi ishlatmaydiganlar. Ikkinchi navbatda pasport yoki ID karta ma'lumotini almashtirganlar. Uchinchi navbatda uzoq muddat boshqa joyda yashayotganlar. To'rtinchi navbatda nogironligi yoki kasalligi sababli bankka bora olmaydiganlar. Beshinchi navbatda ishonchnoma muddat tugagan yoki umuman ishonchnomasiz qarindoshi orqali pul olayotganlar. Oltinchi navbatda telefon raqami o'z nomida bo'lmagan yoki bankdagi eski raqamga SMS ketayotgan fuqarolar. Kimlarga xavotir kam? Agar pensioner o'zi bankka borib turadi, kartasi o'zida, hujjatlari yangi, telefon raqami ishlaydi, pensiya har oy kelmoqda, bankdan hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, tartib o'zgargani u odam uchun faqat texnik nazoratning kuchayishi sifatida sezilishi mumkin. Lekin men baribir shuni aytaman. Menda hammasi joyida deb butunlay beparvo bo'lish to'g'ri emas. Chunki bitta eski telefon raqami yoki bitta muddati o'tgan hujjat keyin navbatda turishga sabab bo'ladi. Raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, pensioner oyga 1 million 5 ming so'm pensiya oladi. Agar bank shaxsni aniqlashtirish kerak deb pul yetishni vaqtincha cheklasa, bu pul yo'qoladi degani emas. Lekin pensioner doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga aynan shu pulni kutayotgan bo'lishi mumkin. Bir haftalik kechikish ham oilaga og'ir tushadi. Masalan, 300 ming so'm dori, 200 ming so'm gaz va elektr, 500 ming so'm oziq-ovqat, qolgan pul esa boshqa xarajatlarga ketadi. Shunday paytda hujjatdagi bitta kamchilik butun oy rejasi buzilishiga olib keladi. Yangi tartibning yana bir muhim tomoni, banklar pensiya mablag'ini berishda shaxsiy ma'lumotlar va xavfsizlikka ko'proq e'tibor beradi. Ya'ni karta kimning qo'lida, PIN kodni kim biladi? SMS xabar qaysi telefonga boradi? Kartadan noodatiy yechimlar bo'lyaptimi? Bularning hammasi muhim. Agar bir pensionerning kartasidan har oy pensiya tushishi bilan darhol boshqa shaharda pul yechilsa, bank buni tekshirishi mumkin. Bu har doim jinoyat bor degani emas, balki xavfsizlik belgisi. Chunki ba'zan pensionerning farzandi boshqa shaharda yashaydi va rozilik bilan yechadi. Lekin rozilik qonuniy hujjat bilan tasdiqlanmasa, bank xodimi ham, pension oilasi ham noqulay vaziyatga tushib qoladi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, karta pensionerniki bo'lsa ham undan foydalanish huquqi avtomatik ravishda farzandga o'tmaydi. Ota-onangiz sizga ishonishi mumkin. Siz ham halol yordam berayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bank tizimida kartaga bitta shaxs. Agar bank shaxsni tasdiqlashni talab qilsa, siz qarindosh ekaningizni aytish yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa katta summalar yechilsa, karta bloklansa yoki yangi karta olish kerak bo'lsa, pensionerning o'zi yoki rasmiy vakili kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma muddati. Ko'pchilik bir marta ishonchnoma qilganmiz deb yuradi. Lekin ishonchnoma muddat tugagan bo'lishi mumkin. Agar ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa va muddat o'tgan bo'lsa, bank uni qabul qilmaydi. Yana ishonchnomada aynan qaysi vakolat berilgani muhim. Faqat hujjat topshirish huquqi berilgan bo'lsa, pul yechish huquqi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma matnida pensiya mablag'larini olish, bank hisob varaqlaridan foydalanish, kartani qayta rasmiylashtirish, kerakli ariza va hujjatlarni imzolash kabi vakolatlar aniq yozilishi kerak. Uchinchi nozik jihat, pensionerning sog'lig'i. Agar odam yura olmasa, bankka bora olmasa, endi nima qilamiz degan savol tug'iladi. Bunday vaziyatda notariusni uyga chaqirish imkoniyati bo'lishi mumkin yoki qonunchilikda belgilangan tartibda vakillik hujjati rasmiylashtiriladi.
Ba'zi holatlarda tibbiy muassasada davolanayotgan shaxs uchun alohida tartibda hujjatlar tasdiqlanishi mumkin. Lekin buni og'zaki hal qilib bo'lmaydi. Har bir holatda notarius bank va pensiya jamg'armasi bilan aniq maslahatlashish kerak. 4-nozik jihat telefon raqami. Hozir bank operatsiyalarining katta qismi SMS kod, mobil ilova tasdiqlash xabari orqali ishlaydi. Agar pensionerning bank kartasiga ulangan telefon raqami nabirasining nomida bo'lsa yoki eski raqam allaqachon ishlamayotgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, karta parolini tiklash kerak bo'ladi. SMS eski raqamga ketadi. Eski raqam esa boshqa odamda. Bu nafaqat noqulay, balki xavfli. Shuning uchun bankdagi telefon raqami amalda ishlayotgan pensioner yoki ishonchli vakil nazoratida bo'lgan raqam bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. Karta muddati tugashi. Juda ko'p pensionerlar karta yuzasidagi amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Masalan, karta 10-24 gacha amal qiladi. Bu oktyabr oyidan keyin karta ishlamasligi mumkin degani. Pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin karta orqali yetishda muammo bo'ladi. Yangi tartib sharoitida karta almashtirishda shaxsni tasdiqlash yanada muhim bo'ladi. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka murojaat qilish kerak. 6-nozik jihat. Vafot etgan shaxsning pensiyasi. Bu juda jiddiy masala. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi oy pensiya tushib qolsa, bu pulni yechib olish mumkin emas. Ayrimlar baribir oilamizniki, xarajatlarga ishlatamiz deb o'ylaydi. Lekin qonuniy jihatdan bu noto'g'ri bo'lishi mumkin va keyin qaytarish talabi, tekshiruv yoki javobgarlik masalasi yuzaga keladi. Vafot holati bo'lsa, tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berish, bank va pensiya jamg'armasi bilan tartibni aniqlashtirish zarur. 7-nozik jihat chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar fuqaro uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya olish tartibida alohida talablar bo'lishi mumkin. Shaxsning tirikligi vakil orqali olish, bank kartasidan foydalanish, hujjatlarni konsullik orqali tasdiqlash kabi masalalar yuzaga keladi. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensioner yoki uning oilasi oldindan pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olishi kerak. Kartaga tushaveradi deb ketish keyin murakkablik tug'diradi. 8-nozik jihat. Bank xodimi og'zaki aytgan gap bilan cheklanmaslik. Agar sizga ertaga keling, bu hujjat yetmaydi. Pensiya to'xtatilgan, tizimda ko'rinmayapti deyishsa, iloji boricha sababini aniq so'rang. Qaysi hujjat kerak? Qaysi tashkilotdan olinadi? Ariza yozish kerakmi? Muddat qancha, bularni yozib oling. Kerak bo'lsa bankdan yoki pensiya jamg'armasidan rasmiy tushuntirish so'rang. Chunki og'zaki gapni keyin isbotlash qiyin. Endi eng muhim qism. Tomoshabin sifatida siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya qanday kelayotganini aniqlang. Pensionerning pensiyasi kartagami, omonat hisob varag'igami? Diq chaqildami, vakil orqali olinadimi? Shuni biling. Oilada bitta odam bu ishni nazorat qilishi kerak. Masalan, farzandlardan biri har oy pensiya tushgan sanani, summani va yechilgan pulni tekshirib borsa, tushunmovchilik kamayadi. Ikkinchi qadam, bank kartasi kimning qo'lida ekanini ko'rib chiqing. Agar karta pensionerning o'zida bo'lsa yaxshi. Agar karta farzand yoki boshqa qarindoshda bo'lsa, pensioner bunga rozi ekanini va zarurat bo'lsa rasmiy hujjat borligini tekshiring. Karta PIN kodini ko'pchilikka aytish kerak emas. PIN kodni qo'shni, tanish, uzoq qarindosh bilsa bu xavf tug'diradi. 3-qadam. Hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasport yoki ID kartasi amaldami? Bankda eski pasport raqami qolmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xato emasmi? Ba'zan bitta harf xatosi ham tizimda mos kelmaslikka olib keladi. Agar hujjat yaqinda almashtirgan bo'lsa, bankka borib yangilash kerak. 4-qadam, telefon raqamini yangilang. Bank kartasiga ulangan raqam ishlayaptimi? SMS kelyaptimi? Raqam kimning nomida? Agar raqam yo'qolgan bo'lsa yoki boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, bankka murojaat qilib almashtiring. Mobil ilova ishlatilsa, parollarni begonalarga bermang. Pensionerning o'zi telefon ishlata olmasa, ishonchli yaqin odam yordam bersin. Lekin bank xavfsizligi qoidalariga amal qilsin. 5-qadam, ishonchli masalasini hal qiling. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, rasmiy ishonchnoma tayyorlash kerak. Buning uchun odatda pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, vakil bo'ladigan shaxsning hujjati, vakolat mazmuni va muddat kerak bo'ladi. Notariusga murojaat qilganda pensiya pulini olish uchun kerak deb umumiy aytib qo'ymang.
Aniq ayting, bank hisob varag'idan pensiya mablag'larini olish, karta bilan bog'liq amallarni bajarish, ariza berish, hujjat topshirish. Zarur bo'lsa, yangi karta olish vakolati kiritilsin. Notarius va bank talablarini moslashtirib oling. 6-qadam. Bank filialiga borishdan oldin kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi, vakilning pasporti yoki ID kartasi kerak bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda yashash manzili yoki tibbiy holat bo'yicha qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Buni oldindan bankning kol markazi orqali aniqlab olsangiz, 2 marta qatnashning oldi olinadi. 7-qadam. Pensiya jamg'armasi bilan ma'lumotlarni solishtiring. Agar pensiya tushmay qolsa, darhol bankni ayblashga shoshilmang. Pul bankka kelmagan bo'lishi, ma'lumotlar solishtirilayotgan bo'lishi yoki pensiya organida hujjat yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Bank mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi mablag' yuborilgan desa, bankdan hisob varaq bo'yicha tekshiruv so'rang. Har ikki tomondan aniq javob oling. 8-qadam. Har oy nazorat qiling. Pensiya qaysi sanda tushadi, qancha tushdi, qancha yechildi, karta orqali qanday to'lovlar bo'ldi. Bularni tekshirish kerak. Ayniqsa pensioner yoshi katta bo'lsa, bank SMS'larini tushunmasa yoki ko'rmasa, yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin yordam shaffof bo'lishi kerak. Men tavsiya qilaman. Oilada pensiya puli bo'yicha ochiq gaplashilsin. Masalan, 1.600.000 so'm tushdi. 400.000 so'm doriga, 300.000 so'm oziq-ovqatga, 200.000 so'm kommunal to'lovga ketdi. Qolgani pensionerning shaxsiy ehtiyojiga qoldi. Bu nafaqat moliyaviy tartib, balki oilaviy ishonch uchun ham muhim. 9-qadam. Bank xodimiga to'g'ri savol bering. Nega pul bermayapsiz deb janjal qilishdan ko'ra, aniq savol foydaliroq. Qaysi hujjat yetishmayapti? Ma'lumotni yangilash uchun qanday ariza yozaman? Ishonchnomada qaysi vakolat bo'lishi kerak? Karta bloklangan bo'lsa, uni ochish tartibi qanday? Pensiya mablag'i hisobga tushganmi yoki hali kelmaganmi? Shu savollar ishni tezlashtiradi. 10-qadam. Shubhali holat bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Agar pensioner kartasidan pul yo'qolsa, noma'lum yechimlar bo'lsa, SMS kelmay qolsa, karta boshqa odam qo'lida ekanidan shubha bo'lsa, bankka darhol murojaat qiling va kartani vaqtincha bloklatish imkoniyatini so'rang. Keyin operatsiyalar tarixini oling. Zarur bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilinadi. Pensiya puli kichik ko'rinishi mumkin, lekin pensioner uchun bu hayotiy mablag'. Ko'pchilik yangi tartib desa, darrov yana qiyinchilik bo'ladimi deb xavotir oladi. Dastlab ayrim noqulayliklar bo'lishi mumkin. Hujjat yangilash, bankka borish, ishonchnoma tayyorlash, telefon raqamini almashtirish. Lekin uzoq muddatda bu tartib pensionerning o'zini himoya qiladi. Chunki pensiya mablag'i haqiqiy egasiga yetib borishi kerak. Hech kim pensioner nomidan noqonuniy pul yechmasligi, karta ma'lumotidan foydalanmasligi, vafot etgan shaxs nomiga tushgan pulni noto'g'ri olmasligi kerak. Masalan, bir pensioner oyiga 1.700.000 so'm olsa, bir yilda bu 20 million so'mdan oshadi. Agar karta begona odam qo'lida bo'lsa yoki nazoratsiz ishlatilsa, bu katta zarar. Yangi tartib ana shunday xavflarni kamaytiradi. Shuningdek, banklar va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari aniq bo'lsa, kelajakda pensiya tayinlash, qayta hisoblash, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar bo'yicha ham muammolar kamayadi. Yana bir muhim foyda. Oiladagi tushunmovchiliklar kamayadi. Ba'zan aka-uka, opa-singillar orasida onamizning pensiyasini kim olyapti? Pul qayerga ketyapti? Nega karta bir odamda degan savollar chiqadi. Agar rasmiy ishonchnoma bo'lsa, bank operatsiyalari aniqsa, pensionerning roziligi bo'lsa, bunday tortishuvlar kamayadi. Qonuniy tartib nafaqat davlat uchun, balki oila ichidagi adolat uchun ham kerak. Xulosa qilib aytaman. 14-oktyabrdan banklar tomonidan pensiya berish tartibida nazorat va shaxsni tasdiqlash masalalari kuchayadi. Bu pensiya yo'qoladi yoki hamma qaytadan hujjat topshiradi degani emas. Lekin pensiya olayotgan har bir fuqaro va uning yaqinlari bankdagi ma'lumotlar to'g'ri ekanini, karta muddati o'tmaganini, telefon raqami ishlayotganini, ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilganini tekshirishi kerak. Agar pensioner pensiyasini o'zi olsa, hujjatlari joyida bo'lsa, karta o'zida bo'lsa, katta xavotirga asos yo'q. Agar pensiyani boshqa odam yechayotgan bo'lsa, pensioner bankka bora olmasa, pasport almashtirilgan bo'lsa,
Telefon raqami eski bo'lsa yoki ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Bankka boring, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, notariusdan maslahat oling, kerakli hujjatlarni tartibga keltiring. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Oilangizda pensioner bo'lsa, ularga tushuntiring. Qo'shningiz, qarindoshingiz, ota-onangiz bu tartibni bilmasligi mumkin. Bir og'iz maslahat ularni ortiqcha navbatdan, pul kechikishidan va hujjat muammosidan asrab qoladi. Izohlarda yozing, siz pensiyani karta orqali olasizmi yoki naqd shakldami? Sizda ishonchnoma, karta muddati, telefon raqami bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Tajribangizni yozsangiz, boshqa tomoshabinlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Men esa sizlar uchun pensiya, nafaqa, bank, huquq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.